Ushbu disclaimerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngilochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Ushbu videodagi barcha voqealar o'ylab topilgan. Real voqealarga o'xshashlik tasodifiydir. Muallif tomonidan bildirilgan barcha fikrlar inson qadr-qimmatini kamsitishga qaratilmagan. Qaykancha oilaviy ko'rish tavsiya etilmaydi. Taqajon, bitta daftar bilan ruchka bersangiz, hammasini daftar ruchkaga tushiraymi? Ha, hozir o'qish titrab beraman sizga. Bering. Shumi? Shu daftarga yozing. Hurmatov Ergash uy-joy kadastr hujjatlari. Taqajon, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Tombola Nation. Tu ne viendras pas ce soir. Tombola Nation. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Anchadan beri aytmoqchi edim o'zi, tog'a. Ergash, tog'amni qiziga Sayfullo gap o'tayapti. Lekin bu yaxshi bola. Men bunga indamayman. Lekin mana bu kutib yalang, kuni karta uyingga borib, menga uyingni yutqazdi. Mana bu uying dokumentlari. Hurmating bu. Sog' bo'l. Aytib berdi, ishak. Tog'ajon o'zi jo'rkay o'zi g'irromin qilib o'ynadi. Men o'ynamay dedim, zulpini ko'tarib tutganman desa, mana Sayfi tog'ani uyini tek deb uni tashladi, tog'a. Tog'a, Sandan chiqar, siqqan chiqalar. Et mon cœur s'habite de noir. Ce sera au cortège. Tout en larmes blanches. Lance-vous sur la branche. L'orlet sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Impassible manège. Men hali fatality uchun fatality qilaman. Jo'rka, kazzol, toyrot hammasini oqizmay, tomizmay aytib beribdi tag'amga. Tag'am birinchidan yomon oldida. Qonabam ketdi. Vlajneni zo'rligini qaranglar. Anlayjonlar, bu Vlajneni reklamasi emasdi. Bu Milliy payda reklamasi edi. 1 minut vaqtlaringizni ayamaysizlar. Milliy Pay ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistondagi istalgan Humo, Uzcard yoki Visa kartalariga eng zo'r kurs bilan o'tkazma qilishingiz mumkin. Bundan tashqari ushbu ilova orqali barcha turdagi kommunal to'lovlar, mobil operatorlar, internet provayderlari hamda davlat xizmatlari uchun to'lovlarni tez va oson amalga oshirishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun ilova video qo'llanmalar bilan ta'minlangan. Operatorlarimiz esa kun-tun sizni eshitishga tayyor. Ilovani App Store yoki Play Marketdan hoziroq yuklab oling. Milliy Pay, milliy kurs, milliy ishonch. Muncha alashaqshaq tovushqa qilaverasan. Gaday, to'yda maslahati munchalik qiyin bo'ladi deb o'ylamoqda. O'tir. Yo'q, shu fatality bo'ldimi deyman-da, gaday. Qara, fatality bo'ldi. O'zimdan o'tgan o'zim bilib o'tiribman. Muncha alashaqshaq tovushqa qilaverasan. Nima bo'ldi, qay? Ana Jo'rka Kazzoning tag'iga oqizmay, tomizmay hammasini aytib berdi, to'yroq. Var, men senga nima dedim o'sha payt, ha? Tog'amga aytaylik, hal qilamiz. Yo'q, nimaymish, Jo'rka mujik tog'amga aytmaydi, o'zim hal qilaman. Nima bo'la, nima? Qayerga qarayapsan? Jim, Sayf ish. Hidla qara. Go'shtdek edi. Qara. Nafas oldi. Hidla. Ana, go'sht. Hech kim tandir yoqqani yo'q-ku. Uf. Tezay hidi keladi-ku. Menga qara, qo'l turib. Qara, hayli ikkita go'sht turibdi. Steak. Boyagina kuchukday tayoq yedingada yana nima boshlamoqsan? Menga qara, zapomni. Chumchuqdan qo'rqqan tarix ekmaydi. Tag'idan kuchukday tayoq yegan gaday o'lmaydi. Men ketdim ishga. Aka unday bo'lmaydi-ku. 1 yildan beri eshigingizga qatnayman. Bering-da aka. Aka aniq kunini ayting menga, tamom boshqa gap kerak emas. Har kun qatnayman men siz oldingizga. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? 1 yildan beri qatnayman eshigim tagiga. $1000 pul olgan, hali bermaydi. Nima qilayman? Nima? $1000? Ey rais bojon, endi meni aybim mahallani tinchligini saqlaganimmi? Mana ikkovi yoqma yoqa bo'lib o'tirgan ekan. Bordim, hurmat yuzasidan assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nima xizmat, nima yordam deganim bilaman. Mana qara boya qasablatib urib ketdi-ku rais bojon. Gumora qasar uryapti, xuddi kamensini bobo qiladi. O'shanga uryapti rais bojon. Mana jigarim mendan xavotir oldi. Juramga teginmanglar deb yugurib kelganini bilaman. Ana shu qaramaysiz, juram nima qilishyapsan deb Putinning karragidan bir debdi. Mana qarang, MRT qildim. 0.5 grija orttirib o'tiribdi. Mana qarang, 0.5 grija orttirib o'tiribdi. Va yerda men uylanayotgan bolada rais bojon, bittaning tuyi bo'lsa xudolar oldiga assalomu alaykum. Ha, demaydi-ku rais bojon. Qarasangiz qarang. Yo, qayerga qarayapsiz rais bojon? Nima qilyapman? To'g'ri qilyapsiz. Buni to'g'ri o'sha. Ha, bunaqasi. Ana shu meni bosh miya chanoqlarimda chayqalishi bo'lyapti rais bojon. MRT qildik, doktorlar aytdi. Ko'p o'zingizni nero qilmang dedi. Men miyangiz ketdi o'sha dedi. Taglat qilmayapsiz. Rais bojon, ja ishonmasangiz, yuragimni ham ikkiga qildirdim. Ko'rsatdi. Berdi o'sha. Eksperimentni oldik. Mana qarang. 2 marta yuragimni ikkiga qildim. 3 xil natija chiqdi rais bojon. Yigitlar, qo'yinglar, kerak emas deb ketganimni bilaman, oyog'im aralash tiyibdi mana. Rais bojon, qarang, ikkita chashka yo'q hozir mana. Voy. Qanday yurib keldim bilmayman. Ayollar o'ziga bo'ysunmayapti rais bojon. Yo rais bojon, gaplashsangiz gaplashing motivarlar bilan. O'zi qancha qarzi bor? Shu gideta 4-5 mingdan qarzi bor. Menga qarab, protokolga yozishim kerak. Aniq ayt. Dangali, nech pul qarzi bor? Menga qarab, hamdan to'ylagan nech pullar chiqadi? No, примерно 5-6. Bo'lam bo'ladi. 3 mingga ham gaplashsang bo'ladi, ushtuqlik. Rais bojon 5 ming. 5 ming? Ha? 5 ming uchun shunday uranlar. Yo'q, hal qilsangiz qiyin. Bo'lmasa yuqoriga chiqaman. Agar yuqorida hal bo'lmasa pastga tushaman. Shu yuqorida pastda yuraveraman ishim hal bo'lmaguncha. Menda hamma dokumentatsiya bor, zakljucheniyalar bor, doktorlar qog'ozi. Hal qilamizmi yo'qmi rais bojon? Hal qilamiz. Hamma ishing bor-ku, pastdan hal bo'ladi. Ukajon, abza o'tirib. Rahmat. Bizning mahallada hech qachon jinoyat sodir bo'lmagan. Bo'lmaydi. Mahallamizning eng fidoyi, eng bir zahmatkash, eng yaxshi fuqarolardan sen. O'zimni beraman. Mayli, Chiqib qol ko'zimga. Tez bo'l. Aynan, sen qayerda? Validolim bor edi qayerda? Yo'q, Maya qara, 1 soat vaqt 5 ming ketirib berasan. Menga ortiqcha gap kerak. Bo'ldi rais bojon, xavflamiz. Rais bojon boringizga shukur, rahmat. Siz bor qarang ishlarimiz halol. Buni bering rais bojon. Nima qilasan? Yo'q, endi nima qilasiz buni xonangizda rais bojon? Saidjon bularni bir qog'ozga sovg'a o'zing, ha, paketga sovg'arasan, ha. Rais bojon, rahmat, mayli. Ko'zingga qarab ber. Mayli, sorib qolasan. Rais bojon, rahmat. Voy, odam ko'rib bunaqa shantaj odam ko'rganim yo'q edi. Voy, tavba qilsam, ayol kishini bosh chanog'ini o'zimniki deb kelib o'tiribdi. Ammo o'qiganman, oliy ma'lumotman, bilaman-ku hamma narsani. Bekorga mahallaga rais bo'lib yurganim yo'q. Validonim qani edi? Voy, validonni ham olib ketdi. Voy, validon. Tursunbek, mana seni halol ishlab topgan puling. Ukajonim, bu safar birovga pul berayotgan payti o'yla. Qara, u aptiga qara, kim u? Beradimi erta bir kun, yo'qmi? Bu yerda $700 ku. Ukajonim, hozir kunda ofisdalar ham 10% chiviga ishlayapti-ku. Men o'zimni halol pulimni oldim, jiyanim. Siz ham oldingiz-ku. U meni pulim emas. U Hamdamning puli. Birovning puliga ko'z alaytirman, Nayjon. Bilasanmi? Bastian Schweinsteiger deb bitta gapi bor. Nima? Sebastian Schweinsteiger berdan tez qilib berdan. Yo, hozir birovga ham yaxshilik qilib bo'lmay qoldi-da. Sal yaxshilik qilsang ustingga chiqib chiqadi yotdi. Ras, ya, budas, yak, bobokka, kvi, budas, ras, 2, 3, 4, 5. Gada, lekin senday unaqa krishsa tvar odam ko'raman. Qaysi payt o'lgurding ana MRTlarni chiqarish, spravkalar, diagnostikalarni men senga bosh hayronman. Sayfijon, katinamda bitta gap hech qachon esimdan chiqmaydi. Ulim, ertaga qor yog'adi, boshingga shapka kiyib yur deydi. Bu gapni nima daxli bor? Esimdan ham chiqarib yubording, jim ket. Ras va Aslida to'yimga hamdam so'yib chaqirib, bilmasam, Tog'jonga hamdam so'yib yoqam yo boshqa qanot-ku. Menga qara, Tog'jon deb kuyib pishasan. Tog'joning 10 yildan beri seni to'yingga pul topolmaydi-ku. Menga 10 yil kerak emas, 1 soat ham yetadi, ma.
sharoiting tikla. Zarnigorjon, men senga shunaqa to'y qilib beraman. Dugonalaring og'zi kalsha bo'lib ketadi, chunki men senga to'yingga hamdam suv berib olib kelaman. Maktabim. Latta $200 berdi menga. Gaday, bu meni pulim emas. Bu hamdamni puli. Birovni puliga ko'zal aytirma. Shu gapirma 200 beryapti. Nima qilasan pulni? Shaxsiy ishlarim bor. Tirishib pursiga olaman. To'yingga bu narsa olaman. Tak. Saypidan 200 patni qo'pardik. Boyagi patsanchadan 300 chani qo'pardik. Endi gadayda $500 bor. Gaday nima qiladi? Mazza qilib ishlatadi-ku. Bugun xullas kechqurun gaday diskotekaga boryapti, qizlar oqyapti-ku. Shura xolajonimmi? Assalomu alaykum, Katinamni dugonasi Shura xolajonim, yaxshimisiz? Voy dadajon, sog'liging yaxshimi bolajonim, yaxshi yuribsanmi? Tushunmadim xolajonim. Har doim mana yo'ldan o'tgan ketganda chuqur-chuqur qilib g'iybat qilib nastreniachani zo'r qilib o'tirdingiz, nastrenangiz yo'q. Tinchlikmi? Bo'ldi, hal qilamiz, nima muammo? Yaxshi muammo emas. Kim to'g'rilaman. Bratan, mumkin bir minutga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ideal yaxshimi? Kayfiyatda yaxshimi? Yaxshi. Mana shu turishingizga bitta qora jentrocha kamat. Qanaqa jentr? Yaqinda to'y qilmoqchiman, jentr Petromek kerak emas. Moshka o'tiringlar. Oh, uni yarashgani qarang. Akajonim, to'y bir kunlik o'tayotgan narsa. Ajentrocha butun umrlik, butun umr mazza qilib meni yurasiz. Tim bo'lib to'yingiz ekan. Kechki payt borib-ku, kelib oldinga dadajonimga deb yozsangiz, dada shunaqa xursand bo'ladi-la. Dadajonim yo'q-da. Zato tog'ajonim bor. Как раз tog'ajonimga deb yozib kelamiz, tog'a shunday keladilar. Shunday deydilar-da, hammani oldida peshonangizdan o'pib, jiyanim, rahmat senga, umringdan baraka top. Qo'ni qo'shnilar oldida, mahalla kuyda oldida shunaqangi hurmatlari oshadi. Bu sizni jiyanlik qilgan eng katta yaxshi ishingiz bo'ladi. Akajon, eshityapsizmi? To'g'ri aytyapsiz. Tog'ajonim shuncha yildan beri piyoda yuryapti. Men to'yni qilganim qarang, qanaqa jiyanman. Ko'ryapsizmi aka? Siz hali yoshdasiz, aka qarang. Bu o'zi Gentro bo'lgan, mana aka, bu chist katta bolalar mashinasi. Nimaga deganda qarang, bunda Malibu bar, Malibu rul, Malibu richa, yangi mashina. Nechinchi yil bu? 2025 bu aka. Nimada yuradi u, benzinmi yo? Propanda bu aka. Tog'ajonimga ekonomik komfortni aka. Lekin Nimasini so'raysan bolajonim? Kecha pensiya plastigimga pul tushdi. Yeymiz, ichamiz deb turgan pullar, mana uyimga janjal bo'lyapti. Plastik telefonni kodini so'rasa aytib qo'yibman-da. Qishloqda oddiy, sodda odamlardan foydalanadi-da bu haromlar. Shura xolajon, kimda kim sizga telefon qilib, mana kodni ayting, pul tashayapmiz, yaxshi kunlarga ishlatasiz, desa ishonmang, mashinniklar ular. pulim sal kamida, men onang ko'p to'y qilay akajon. Aka to'xtang. Hamma narsani yo'li bor aka. Mashina narxi $10,000. Sizda necha pul bor aka? Kelishamiz yo'g'ini. 5,000 yaqin bor. Akajon 5,000 bor ekan-ku, akajonim. 5,000 bilan hamma ishimiz bitadi aka. Nimaga o'ylaysiz? Qarang. Tak, sizda 5,000 bo'lsa, mashinamiz narxi $14,000 bo'layotgan bo'lsa, $9,000 qoladi. Akajon, 9,000 bor-ku. Pulingiz bo'lganda bo'lib mayda qilib yuraverasiz. Men sizga telefon qilib, aka, pul nima bo'ldi? Qachon pul berasiz? Qachon nima? Unaqa narsa bo'lmaydi, aka. Bizda erkakda biz, akajon. Sizga yo'qdimi? Yo'q, aka. Senga pushaymon, o'zingga dushman deganda, bir so'm pulsiz qolib o'tiribman. Shura xolajon, yig'lamang iltimos. Mana bu bir tomchi ko'z yoshingiz million pullardan qimmat turadi. Siz o'z sog'lig'ingizni asrang. Mana bu pul Shura xolajon. Bu pulni olasiz, farzandlaringizga, shu o'g'illaringizga, ro'zg'origa kerakli narsani olib ishlating, biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'lasiz Shura xolajon. Balam, menga beribsan, Allohim ziyoda qilib bersin. Biringa milliardlab bersin ilohim. Alloh kamini to'ldirsin ilohim. Yuzing yorug' bo'lsin, martabang ulug' bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, o'zingizni asrang, ko'p yig'lamang. Rahmat. Akajonim, soat 5 ga qarab kelaman. Shunday to'qajonimizga shunday podarka qilamiz, keyin borib оформить qilamiz. Barakami? Baraka. Murodjon, kechga qarab ko'rishamiz, maylimi? To'xtang. Ano bantiklar esdan chiqmasdan. Hop, pizzatilla akajon, mo'yka qilib oldinga to'qajonimga, orqasiga jiyanjonimga deb bantiklarni olib kelaman. Maylimi? O'zingiz asrang. Diskoteka, national klublar bo'ladi. Muhimi xolajon xursand bo'ldi. Xursandchiligini ko'rib, bag'ri dilingga agraydi. Sayf to'y boshlayaptimi?
O gitarchi aka, o'zi bitta qo'shiq qilsiz iltimos qildim. Ishdan parod qilyapsiz. Bo'lib kutyapmiz. Tog'jon kelgancha repetitsiya qilamiz. Tog'dan tushmas qor bo'ling tog'a. Baxtimizga sog' bo'ling tog'a. Jon tez. Sog' bo'lasizlar. To'xta, stop. Nima gap? Nima bo'lyapti? Musiqa darsi bo'lyaptimi? Tez boring, kitobni qo'lga ol. Tez yo'qol, tez bo'l. Menga qara Sayfujon, bu kunlik ko'ryaptimi deyman. To'y boshlayapsan shuncha dabdaba, ha? Gaday to'y bir kunlik. O'tadi ketadi, lekin Tog'jon xursandchiligi bir umr. Yo, tushundim. Tog'jon xursand bo'lsin deb vaqtliroq to'yni boshlayapsan. Muncha tantana nima kerak? To'poymiz aytayapman senga, Tog'jonim uchun bu. Tog'jonga surpriz. Jentro sovg'a qilmoqchiman. Jentro. Nima? Jentro? O, menga qara, girman qo'sh. Men seni to'yingga deb beruvdim, Hamdam Sobirovni chaqiramiz deb beruvdim. Tog'joningga jentro olamiz deb bermadim-ku pulni. Tva, Tog'jon necha yildan beri piyoda yuribdi, ha? Hozir to'y ko'ngilga sig'adimi, ha? Senga neujali insof yo'q, sendan parod qilding-ku. Yo, mabodo jentroni ana qo'shni qishloqda vali moshin purishni olmadingmi? Valida deb olmayman. Yo, bani Sayfijon, Valijon yaxlatdi ketdi seni. Tamom, yaxlading, to'yamatmen. Gaday, sen nima men chumo deb o'ylabsanmi? Bu dunyoda birinchi kun yashayapman, bu yerlarda birinchi kun yuribmanmi? Meni hamma narsa hal. Mana telefon nomerimni qo'yib telefon qilaman. Haqiqatmi? Ini qishloqda svязь yo'q-da, Gaday. Menga qara Sayfijon, u odam telefonda butun umr svязь bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Hozir yana bitta qayt chiqaman, qizilab kelay, ko'rasan. Vaqt chiq. Ketdi, Gaday. Nima ketdi, Sayfa? Hamdam Sobirov ketdi. Sayfijon, zatarang qilib chichi yuboribsan-da lekin. Gada, двойной chichi yubordi. Yo, bani Tog'jonga surprizim bor deb aytdim-ku. Endi Tog'jonga nima deyman? Sayfijon, endi nima desang deysan, ayla o'zi ham kelyapti. Ye, Tog'jon. Assalomu alaykum, Tog'jon. Yana nima qilyapsan? Mana farishtachayiz o'zi tushuntirib beradi nima bo'lganini. Tushuntirayotgan narsalaring ko'pab kitob qilmaydi. Qani? Baska hozir hammasini tushuntiraman. Brat, bizda hisob top nima bo'ldi? Menga qara, oldin qishloqda bir 2-3 ta san'at to'yini o'tkaz, challarni o'tkaz, parcha pisharni o'tkaz, berga pul bering, hisob kitob qiling deysan. Men hayotimda birovga bir tiyin bermagan. Tez qurib berdim. Tog'dan tushmas qor bo'ling tog'a. O'zi aybi yo'q. Baxtim uchun bor bo'ling tog'a. G'urursiz or bo'ling tog'a. Baxtim uchun bor bo'ling tog'a. Omadimga yor bo'ling tog'a. Boshi sotibizga. Baxtim uchun bor bo'ling tog'a. G'urursiz or bo'ling tog'a. Baxtim uchun bor bo'ling tog'a. Bor bo'ling tog'a. Saybat qiling, bor tashqari repetitsiya qil. Gapga qo'shmaydi. Tog'jon, ming bor uzr kechiring, boshqa qaytarmaydi. Iltimos Tog'jon. Qaytarilaveradi. Menga eshitma, tushuntirma. Sen ikkita darmaydiga shaharda ish tayyor. Qurrima vizitga oldi. Ishga qurri. Qurri davay ishga. Tog'jon, balkim kechirasiz. Ertalabdan shaharda, Gaday. Mana keldik tog'ang aytgan adresga. Yo, bani, she'ra ishlaymizmi, Gaday? Kanishdi. چلا بر دستی سفیدی چلا دور ماما سایبی چلا عاشقی زاد چلا بر دستی سفیدی چلا دور ماما سایبی چلا